Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugungi darsimizda minnatdorlik haqida to'xtalamiz. Minnatdorlik mo'jizalarni yaratadi. Psixologiya mutaxassislarining qarashicha, hayotga minnatdorlik ko'zi bilan qaraydigan, rozimanlik bilan muomala qiladigan kishilarning yuzidan tabassum, ko'nglidan xushallik keng bo'lmaydi ekan. Minnatdorlikni xushallikning do'risi desak mubolig bo'lmaydi. Chunki o'zidan, atrofidagilardan va erishganlardan rozi bo'lib, ne'mat berguchiga minnatdorlik tuyg'usi bilan muomala qiladigan odam ko'nglini hasaddan, ochko'zlikdan xoli tutish orqali uni qanoat, xushallik va rozimanlik bilan to'ldirdi. Natijada bunday kishi huzur halovatli hayotga erishidi, tan saqliqini qo'g'dab qola oladi. Bizga minnatdorlikni his qildiradigan ishlarning eng yaxshisi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu haqdagi ko'rsatmasiga amal qilishdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday degan: "Sizlar o'zingizlardan yuqori turadiganlarga qaramanglar, balki sizlardan tuyan turadiganlarga qaranglar. Bunda qilish Allohning ne'matini kichik sanamasliklaringiz uchun eng yaxshidir." Chunki turmushida, tan saqliqda, boylikda, yuz obro'yda va har qanday bir dunyo manfaatiga aloqador ishlarda o'zidan tuyan kishilarga qaragan odam o'zining ular qaraganda yaxshi ekanligini his qildi-da, Alloh taolaga shukr qildi. Ulamolar amal ibodatda va boshqalarga yaxshilik qilishda o'zimizdan ortiq kishilarga qarashimizni, ammo dunyo manfaatlarida o'zimizdan tuyan kishilarga qarashimizni tavsiya qiladi. Minnatdorlik birovning qilgan yaxshiligidan, xizmatlaridan rozi va mamnun bo'lish deganlik bo'ladi. Minnatdorlikning eng yuqorisi Alloh taolaning ato qilgan ne'matlarga shukr qilishdir. Alloh taolaga shukr qilish ne'matning ziyodalashishiga, yaxshilikning davomlashishiga va barakatning ko'payishiga, shuningdek Alloh taolaning roziligini qo'lga keltirishga turtki bo'ladigan sehrlik amaldir. Minnatdorlik siz uchun ko'zoynak o'xshaydi. Uning bilan siz o'zingizdagi va atrofingizdagi ne'matlarni ko'ra olasiz. Sizdagi minnatdorlik tuyg'usi qancha yuqori bo'lsa, erishadigan yaxshiliklaringiz shuncha ko'p bo'ladi. Bu yerdagi yaxshilikdan moddiy manfaatlar ko'zda tutilmaydi, balki yaxshi fursat, ko'ngilli turmush, yaxshi jur, yaxshi joy, yaxshi uy, yaxshi kishilar, yaxshi do'stlar, yaxshi ish qatorliq moddiy va ma'naviy butun foyda manfaatlar ko'zda tutildi. La in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsanglar, sizlarga berayotgan ne'matimni texmi ziyoda qilaman degan oyatga qaraydigan bo'lsak, bu oyatdagi ziyoda degan so'z muayyan bir ne'matning ziyoda qilinganligiga xos emas, balki shukr qilishga tegishli barliq ne'matlarni o'z ichiga oldi. Ulamolardan biri dunyoda matematiklik statistika qilish imkoniyati bo'lmagan birdan bir sonliq ma'lumot Janobi Alloh taolo tarafidan insonlarga ato qilingan ne'matlardir degan ekan. Demismi, kunimizda fan texnika taraqqiy qilib, hamma narsani sanab chiqa olgan bilan texicha qumning sonini, dengiz to'lqinlarini sanab bera oladigan apparat ijod qilinmaganidek, Janobi Alloh taoloning insonlarga ato qilgan ne'matlarini sanab bera oladigan texnikaning ijod qilingani yo'q. Va in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allohning ne'matlarini sanab tugatolmaysizlar. Minnatdorlik haqida elib berilgan amaliy tadqiqotlarning isbotlashicha, insonga xushallik va saodat bag'ishlashda sevgi muhabbatdan qolsa, minnatdorlik tuyg'usi ikkinchi o'rinda turadi ekan. Chunki minnatdorlik bir tarafdan kishining ruhiga zo'r energiya ato qilsa, yana bir tarafdan insonning harakatchanligini, xushalligini va hayotlik ko'rishidagi faoliyatchanligini oshiradi ekan. Shuningdek, insonning qo'lga keltirgan natijalarimi ko'p bo'ldi degan. Kundalik hayotida minnatdorlikni odat qilib olgan kishilarning texmi ko'p yaxshiliklarni va zo'r natijalarni qabul qilishga bo'lgan tayyorligi ziyoda bo'ldi ekan. Ozga minnatdor bo'lguvchilar ko'pga haqliq bo'ldi ekan. Minnatdorlik tuyg'usi qanchalik kuchli bo'lsa, erishadigan ne'mat va yaxshilik shunchalik ko'p bo'ldi ekan. Hayotda natija qozongan mashhur shaxslarning tarjimonini o'qib ko'radigan bo'lsak-mu, ularning minnatdorlikni kundalik hayotida odat holiga keltirib olganligini va ko'plarining g'alaba qozonishining asosliq sababi hayotga minnatdorlik tuyg'usi bilan muomala qilganligini ko'ramiz. Minnatdorlik his qilishda turtki bo'lgan omillar.
hayatımızda minnettarlıkni his qilish va uning sihriy kuchini o'ttirg'i chiqarishga turtki bo'ladigan ishlar tuvandikicha. O'zimizga ato qilingan ne'matlarni bilish, tonish va his qilish. Hayotimizdagi ne'matlarning qimmatini bilish va ahamiyatini tonish. Bu ne'matlarni ato qilgan Alloh taologa shukr qilish. Bu ne'matlarga erishganligimizdan xushallik va saodat his qilish. Yuqorqilar hayotimizda minnatdorlikning sihriy kuchini o'ttirg'i chiqarishning asosli bosqichlaridan sanaladi. Minnatdorlikdan maqsad Allohga shukr qilish yoki alhamdulillah degan so'zlarni takrorlashlar emas, balki Alloh taologa qarata chin ko'nglimizdan chiqqan minnatdorlik tuyg'usini his qilishdir. Mana bu saodat, mana bu xushallikdir. Minnatdorlik prinsipi o'zimizga ato qilingan har bir ne'matning Alloh taolo tarafidan qilingan fazli karam ekanligini tonish va chin qalbimizdan uni e'tirof qilish. Alloh taologa dili, tili va amaliyati bilan shukr qilish. Ma'lumki, shukr til bilanla yoki dil bilanla ato topmaydi. Til bilan ado qilingan shukr ne'mat berguvchining ne'matlarini va ato ahsanlarini til orqali so'zlash ham sanash bilan bo'ladi. Va amma bi ni'mat robbika fahaddis. Robbingning ne'matini og'zingdan tushirma. Ya'ni ne'matini so'zligin. Dil bilan ado qilingan shukr ne'mat berguvchining ne'matlarini va ato ahsanlarini e'tirof qilish, chin yurakdan unga minnatdor bo'lish va uni suyish bilan ifodalanadi. Amaliyati bilan ado qilingan shukr ne'mat berguvchining ne'matlarini va ato ihsonlarini Alloh taolaning amr farmonlarini o'rindash yo'lida to'g'ri yerlarga ishlatish, yo'qsillarni yo'qlash, yetimlarning beshini silash bilan bo'ladi. Masalan, tan saqliqdan iborat bu katta ne'matni o'yin, tomosha va harom ko'ngil etishlarga ishlatib tugatmasdan Alloh taolaga ibodat qilish, ustimizdagi farz va majburiyatlarni ado qilish va insoniyat uchun foydali bo'lgan ishlarni qilish bilan o'tkazish bu ne'matni ato qilguvchiga shukr ado qilganlik bo'ladi. Alloh taolaning ne'matlarini gunoh ma'siyatlarga va Alloh taolaga osiylik bo'lgan ishlarga ishlatmaslik. Minnatdorlikni odat qilib olishning usullari. Kundalik hayotimizni Alloh taolaning bizga bu hayotni ato qilganlik ne'matiga shukr qilish bilan boshlash. Tan saqliqimiz va har bir a'zoyimizning ishlab turganligi uchun Alloh taolaga cheksiz shukr qilish. Oila a'zolarimizga, do'stlarimizga, qo'shnilarimizga va bizga ozroq bo'lsa-mu yaxshilik yetgan har bir kishiga minnatdorlik bildirish. O'zimizning nurg'un kishilardan ortiq ne'matga ega ekanligimizni esga olish. Kasalchan, yo'qsiz, ishsiz qolgan kishilarning holidan ibrat olib, Alloh taolaga shukr qilish. O'zimizga ato qilingan ne'matlarni maxsus daftarga yozib qo'yish va pat-pat o'qib turish. Ne'matga shukr qilish mu'minlikning alomatidir. İnsanning kecha kunduzdagi har bir lahzani Alloh taolaning sonsizlagan nozik ne'matlari o'rab turdi. Yurish turishi, ish harakatlari, hatto bir onlik nafsimi faqatla Alloh taolaning ne'mati bilan bo'ladi. Har bir tiniqimiz bunun en ro'shan dalili. Chunki tiniqimiz bir lahza to'xtab qolsa, bizning holimiz qanday bo'ldi? Uni Alloh taoladan boshqa kim qaytarib bera oladi? Mu'min odam Alloh taolaning haqqini tunigan, uning ne'matlarini e'tirof qilgan va uning Alloh taolaga qarta qarzdor ekanligini bilgan kishidir. Mu'minning bir sifati Alloh taolaga shukr qilish va sonsiz ne'matlar uchun unga minnatdorlik tuyg'usi bilan yashashdir. Alloh taolo mu'minlarga bunday degan: "Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum vashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Ey iymon etganlar, agar Allohga qulchilik qilgan bo'lsanglar, biz sizlarga ato qilgan halol narsalarni yanglar va Allohga shukr qilinglar. Alloh taolaning insonlarga ato qilgan ne'matlari va ihsonlari haqiqatan son-sanoqsiz va hisobsizdir. Ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sizlar Allohning ne'matini sanab tugatolmaysizlar. Bu ne'matlar ve ato ihsonlar har qanday aqli bor insonni ne'mat berguvchiga shukr ado qilishga majbur ekanligini his qildirdi.
Chunki insonning aqli va xarakteri yaxshilik qaytarishni, ne'mat berguvchini ulug'lash va hurmatlashni insoniy burch deb biladi. Biror insonning qilib qo'ygan yaxshiligiga minnatdorlik bildirish qarz bo'lgan yerda barcha ne'matlar bilan bizni qo'rshab turgan zotga shukr ado qilish va minnatdorlik bildirish to'liq zarurdir. O'ylab boqaylik. Biz tan saqligimizni, bütün a'zolarimizni pulga setib olmadik. Uni Alloh taolo ato qildi. Şuna Alloh taolo xalqan kishini kasal qildi, xalqan kishining tinini saq qildi. Chunki hokimiyat o'zining qo'lida. Alloh taolo bizni tinimiz saq, ko'nglimiz xotirjam, turmushimiz paravan bo'lgan bo'lsa, bu Alloh taoloning bizga ato qilgan ne'mati. Bizning ishlab topganligimiz ya bilimimizning, saviyamizning, iqtidorimizning yuqori bo'lganligidan emas. Ayni vaqtda, ayni ishda ishlaydigan, ayni diplomga, o'xshash diplomga ega bo'lgan ikki kishining birini Alloh taolo xotirjam va turmushini paravan boy qildi, yana birini yo'qsul, xotirjamsiz va bearam qildi. Bu Alloh taoloning ne'mati. Bu ko'p ishlaganlikdan ya bilimning ko'p bo'lganligidan yoki nihoyat ko'p ibodat qilganlikdan emas. Faqatla Alloh taoloning ne'mati. Biz buni bilganimizda a'zolarimizning biror a'zoyimizni necha million dollarga setishga rozi bo'lmaganligimizda bu ne'matning haqiqatan katta ekanligini, har birimizning haqiqatan katta boylardan ekanligimizni his qilamiz. Chunki tan saqliq katta ne'mat, a'zolarimizning joyida ishlab turganligi u katta bir ne'mat. Biz mush a'zolar joyida ishlayolmaydiganlarning, kasal yotiqida yetayotganlarning, hatto oksigen bilan nafas olayotganlarning holini ko'rgan vaqtimizda o'zimizning qanchalik katta ne'mat ichida ekanligini his qila olamiz. Faqat tafakkur qilish orqali Alloh taolaning ne'matlarini his qila olamiz va o'zimizning ustidagi shukr ado qilish vojibini bila olamiz. Alloh taolo hammamizni angliq Allohni haqiqiy tunigan yaxshi mu'minlardan qilsin. Amin.